Bugün bizning uchun birinchi ustasimiz, g'amirlik ilgimiz bo'lgan o'qituvchi obayimiz, Yong'amastaq ovulindagi umr surishi Ravil Mustafovich Aksanov o'zining 75 yoshlik yubileyli tug'ilgan kunini qarshilay. Shu o'ng'aydan tiran xotiralarga berilib, ustozimizni qutlab ketirga oshig'amiz, deb yozalar sizning birinchi chiqarilish sinf o'quvchilaringiz. 1970 yilning 1-sentyabr kunida 18 bilimga susag'an sho'q ham shoyon o'quvchilarni o'z qanoti ostına olib, hurmatli kishimiz 8 yil bo'yina yetakchimiz bo'lib xizmat sirdi. Ali o'zida bek yosh bo'lgan bilgish aytirga kerak qavshab qolmadi. Onun bilan biz bek tezara o'rtaq til topdik. Aytgan so'zidan tug'il, ko'z qarashidan da anglarga o'rgandik uni. Bar yoqlab o'rnak bo'lgan ustozimiz bizning bilan birga shotlandi da, keydi de. Ali de xatirda. Matematika o'qituvchisi bo'larak sinf yetakchimiz bilim olug'ina tug'il, axloqiy tarbiyaga da zo'r e'tibor berdi. O'zining yurak jilisini berib, turmushni tanirga, og'irliklarini jinglarga, yolg'ishlarni vaqtida tizitirga o'rgatdi. Shulay sezilmagina o'quv yillari o'tib ketdi. Biz abining birinchi chiqarilish sinf o'quvchilari. Abi barimizni da tegiz ko'rib, izgi tilaklar tilab, ılı turmush yo'lina da uzatdi. Ammo darslardan tish, tugaraklar, o'rmonga yurilar, turli choralar barisi da esda qoldi. U da bizni, biz da uni hech kinada unutmayashaqmiz. Chunki u birinchi ustozimiz bo'lsa, biz birinchi chiqarilish sinfi bo'ldik. Bugun da o'qituvchimiz tong qolirlik motor g'umir sira. Hamanda ijtimoiy ishdan bosh tortmay, avulibizning obro'li qartlarining birisi. Biz onun bilan g'ururlanamiz. Qadrli obayimiz, sizni ixlos ko'ngildan motor bayramingiz bilan qutlaymiz. Bizga bergan bilim ham tarbiyangiz, tirishligingiz, sabrligingiz uchun rahmat aytib, o'zingizga ham oilangizga iminlik, salomatlik, ko'p shodliklar tilaymiz. Sizning bilan birga gurlab o'tgan bolashak yillari, siz o'tkazgan birsindən birsi qiziqli bayramlar, siz bergan o'git nasihatlarni unutmadik. U shodlarni har shak sog'inib esga olamiz. Siz iliq hurmatga loyiqli, zo'r harfdan yozila turgan shin o'qituvchi. Har balani yaratib, shuqliqlarga sabr etib, maktabga g'oshi yetdingiz. Bir-birimiz bilan do'st bo'lirga o'rgatdingiz, tiran bilim berdingiz. Siz o'z ishingizning shin ustasi. Avulibizda maktab yopilsa da, siz bizning ishinde, yosh bugun ishinde, bugun da o'qituvchi. Aldagi umr yo'llaringizni sog' salomat, ko'tarinki kayf ham yaqinlaringiz bilan baxtli kunlarda o'targa yozsin. Dil shulay yilmayib, kishilarni suyundirib, hech qartaymisha menga yashagiz. Rahmat sizga, ko'nglimizga kirgan uchun, barimizni birday yaqin ko'rgan uchun, turmushdagi bek qatlovli narsalarni yengilgina tushuntirib bergan uchun. Rahmat sizga, balag'izday ko'rgan uchun, har bir kunni yilmayuga tirgan uchun. Rahmat sizga, bilim degan zo'r illarning yo'llarinda bizning bilan yurgan uchun. Rahmat sizga, ali bo'la bilgan uchun. Rahmat sizga, ati bo'la bilgan uchun. Og'irlikda hasratlarni yengillayotgan, shodlik barda suyungan ham kulgan uchun. Hurmatli Ravil Mustafovich, yubileyingiz qutlu bo'lsin. Oldagi muzikal bo'lakni da qabul etib oling'iz. Yıllar öte, iske düşe, şaula mektep yılları. O'qituvchim sizning yanıga, alıp qayta uyuları. O'qituvchim sizning yanıga, alıp qayta uyularım. Rahmat sizga, o'qituvchim, tiran bilim berganiga. Rahmat yurak jilig'ini bizga tegiz bo'lganiga. Rahmat sizga, o'qituvchim, tiran bilim berganiga. Rahmat yurak jilig'ini bizga tegiz bo'lganiga. Yaratıb açdığınız siz qatlovli fen serelari. Armay tolmay yavladık biz,
білім үрілері. Армый талымый ауладық біз биік білім үрілерін. Рәхмәт сізге оқытушым, тирен білім бергенге. Рәхмәт ерек жылығызны бізге тигіз бөлгенге. Білім илі ашқышлары бар бит сіздің қолларда. Сіз қабызған яқты отылар маяк кебек yollarda. Сіз қабызған яқты отылар маяк кебек yollarda. Рәхмәт сізге оқытушым, тирен білім бергенге. Рәхмәт ерек жылығызны бізге тигіз бөлгенге. Рәхмәт сізге оқытушым, тирен білім бергенге. Рәхмәт ерек жылығызны бізге тигіз бөлгенге. Рәхмәт ерек жылығызны бізге тигіз бөлгенге.